Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi 24. bölüm Ümid qilish va qo'rqish to'g'risida. Umidvorlik va qo'rqish bayni ikki qanotga o'xshash bo'lib, bu ikkisi bilan Alloh taologa yaqin kishilar har qanday maqtilgan maqomga uchadi. Shundaqla bu ikkisi yana minadigan ikki uloqqa o'xshash bo'lib, bular bilan oxirat yo'lida ko'pisish mushkul bo'lgan davollardan eshib o'tiladi. Shuning uchun umid qilish va qo'rqishning haqiqati, fazilati, sababi va uningga munosabatli narsalarni bayon qilish muhimdir. Biz uni ikkiga bo'lib bayon qilamiz. Birinchi umid qilish haqida, ikkinchi qo'rqish haqida. Ümid qilishning haqiqatining bayoni. Shuni bilginki, ümid qilish oxirat yo'lida mang'uvchilarning maqomlari va Alloh roziligini talab qilguvchilarning ahvollari jumlasidandir. Sifat muqim va izchil bo'lsa, ondan maqom deb ataladi. Agar sifat tasodifiy va yo'qolishi tez bo'lsa, ahvol deb ataladi. Bu xuddi seriq rangning oltinning seriqligiga o'xshash muqim seriqlik, qo'rqishdan hosil bo'lgan seriqlikka o'xshash tez yo'qolgan seriqlik va kasalning seriqligiga o'xshash o'tiral seriqlikka bo'linganiga o'xshaydi. Shuningga o'xshash qalbning sifatlari bu qismlarga bo'linadi. Muqim turmaydigan sifat ahvol deb ataladi, chunki u qalbdan tez yo'qoladi. Sen yo'liqqan yaxshi ko'rilgan narsa bo'lsin yoki yomon ko'rilgan narsa bo'lsin, u narsalar hozir mavjud bo'lgan va o'tmishda mavjud bo'lgan narsalar deb ikkiga bo'linadi. Birinchisi tepish, tetish va erishish deb ataladi. Ikkinchisi bo'lsa aslash deb ataladi. Agar xiyolingga kelajak haqida bir narsa kelib, u narsa qalbingni egallasa, bu kutish va muntazir bo'lish deb ataladi. Agar kutilgan narsa yaxshi ko'rilgan narsa bo'lsa, umidvor bo'lish, yomon ko'rilgan narsa bo'lsa, qo'rqish deb ataladi. Umidvorlik o'z nazarida yaxshi ko'rilgan narsani kutib, xushal bo'lish demakdir. Lekin kutilgan shu narsaning hosil bo'ladigan bir sababi bo'ladi. Agar sababning mavjud yoki mavjud emasligi bilinmasa, bu arzu qilish deb ataladi, chunki u sababsiz kutishdir. Umidvorlik va qo'rqish deb faqat ikkilanish bo'ladigan narsaga aytiladi. Keskin bo'lgan narsaga kelsak, uningga umid qilish yoki qo'rqish degan atalg'usi qo'llanilmaydi, chunki quyoshning chiqishini umid qilman va uning petishidan qo'rqaman deyilmaydi. Lekin yomg'irning tushishini umid qilman, uning uzilib qolishidan qo'rqaman deyiladi. Qalb egilar biladiki, dunyo oxiratga nisbatan xuddi bir ekinzorlikdir. Qalb bayni zaminga iymon bo'lsa, shu qalbdagi urug'ga o'xshash bo'lib, taat ibodatlar bo'lsa, zaminni tozalash va uni pokizlash, zaminda suv oqadigan eriq va ustanlarni ko'lashning o'rnida turdi. Dunyo g'arq bo'lgan, qalb solgan urug' unmaydigan sho'rliq zaminga o'xshaydi. Qiyomat kuni bo'lsa, usul yig'ish kunidir. Har bir kishi faqat tergan narsaning usulini yig'di, iymon urug'ini tergan kishining ziroati o'sidi. Sho'rliq zaminda urug' o'smigini o'xshash qalb va axloq nachar turib, iymonning manfaat berishi pek tasdir. Shunga bir bandaning Allohning kechirishini umid qilishi, ziroat egisining umid qilishi qiyos qilinishi kerak. Pok tuproqliq zamin izlab, uningga qurtlab qolmagan yoki sisib qolmagan yaxshi urug'ni terib, uni vaqt-vaqtida suv bilan sug'urib, zaminni tikan, o't-cho'p va ziroatni buzadigan narsalardan pokizlab, ziroat o'sib, meva berib bo'lguncha Alloh taolaning chaqmoq va buzg'uchi ofatlarni dafi qilishini kutish, umid qilish deb ataladi. Egiz, qattiq, sho'rliq va suv yetib borolmaydigan bir zaminga urug' silib, uningga aslo ko'ngil bo'lmay, husul yig'ishni kutsa, bu kutish emas, balki ahmoqlik va aldinish deb ataladi. Agar munbat bir zaminga urug' tersa, lekin suv bo'lmasa va yomg'ir yig'ishni kutsa, uning bu kutishi umid qilish emas, quruq arzu qilish deb ataladi. Demak, umid qilish atalg'usi bandaning ixtiyorligi ostida ichki sabablar qulay bo'lgan, yaxshi ko'rilgan narsani kutishga uyg'un keladi. Bandaning ixtiyorligida bo'lmagan narsalar qoladi. Bandaning ixtiyorligida bo'lmagan narsa bo'lsa, Alloh subhanahu va taolaning ziroatni buzg'uchi omillarni qaytarishdagi fazil ihsonidir. Banda iymon urug'ini chichib, uni taat ibodat usullari bilan sug'arsa, qalbini nachar axloq tikanlaridan pokizlab, Alloh taoladan o'zini mushu ahvol ustida o'lguchi mustahkam qilishdan iborat fazil va mag'firatiga ilib boradigan go'zal ravishda hayotining oxirlashishini kutsa, uning bu kutishi taat ibodatlarni qilishga davomlashish va o'lgucha iymon talablari bo'yicha ish qilishga turtki bo'ladigan, maqtiladigan umid qilish bo'ladi. Agar iymon urug'ini taat ibodat suyi bilan sug'urishni o'ssa yoki qalb nachar xulqlar g'arq holda dunyo lazzatlariga berilsa, ondan gunohlarining mag'firat qilinishini kutsa, bu ahmoqlik va o'zini aldashdan boshqa narsa emasdir. Alloh taolo mundaq degan: "Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi.
Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qora quyuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Allah Taala mundaq deyuchini ayıplagan. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, yana qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bag'dan yaxshiroq joyni topaman. Shaddad ibn Avf radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: aqlli kishi o'z nafsidan hisob olib, oxirat uchun amal qilguchidir. Ojiz kishi bo'lsa, havo havasga berilib, Allohdan umid kutib yotquchidir. Ma'ruf al-Harki rahimahullah mundaq degan: sening o'zing itoat qilmaydigan zotning shafqat qilishini umid qilishing xorliq va ahmoqlikdir. Allah Taala shuning uchun mundaq degan: shubhisizki iymon etganlar, hijrat qilganlar va Allohning yo'lida jihad qilganlar ana shundaq kishilar Allohning rahmatini umid qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Bu oyatning ma'nosi bu sifatlarga ega kishilar Alloh taolaning rahmatini umid qilishga loyiq kishilardir. Alloh taolo bu oyatda ularda bor umidvorlikni ularga xos qilishni iroda qilmadi, chunki ulardan boshqalarmi Alloh taolaning rahmatini umid qiladi. Umidvorlik maqtildi, chunki umid amal qilishga turtki bo'ladi. Noumidlik ayblandi, chunki noumidlik ilm ma'rifat o'rganishdan qaytirdi. Bir kishi bir zaminning sho'rliq suyi singib ketadigan va uruq unmaydigan zamin ekanligini bilsa, uningga qiziqmaydi va uningga ko'ngil bilib o'zini charchatmaydi. Qo'rqishga kelsak, qo'rqish umidvorlikqa qarshi emasdir, balki umidvorlik qo'rqishning hamrohidir. Buning bayoni oldimizda keladi inshaalloh. Umidvorlik amallar bilan kurash qilish va ahvol qaysi darajada o'zgarishdan qat'iy nazar toat ibodatlarni davomlashtirish yo'liga olib Alloh taologa davomli yuzlanish bilan lazzat elish, uning bilan pichirlish orqali huzur elish va Alloh taoloning rahmatini ta'ma qilib, uningdan tilashda silih bo'lish qatorliqlar buning belgilaridandir. Bu ahvollar bir podshoh yoki bir shaxsdan bir narsa kutganda ko'riladigan ahvollardir. Ushbu ahvollar Alloh taolo oldida nechuk ko'rilmagay. Şoň bu alamatlar ko'rilmasa, umidvorlik maqomidan mahrum qolganligini ko'rsatadi. Demak, kimki bu alamatlarsiz yaxshilik iroda qilinganlardan bo'lishni umid qildigan, u aldangan kishidir. Umid qilishning fazilati to'g'risida Sahihayinda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh taolo aytadi: "Men bandamning meni o'ylagan yeridan chiqaman." Yana bir rivoyatda gumon qilguvchi meni xolgancha o'ylasin degan. Muslim rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Sizlar Alloh taoladan yaxshilik kutgan holatda o'linglar." Alloh taolo Davud alayhisalomga: "Ey Davud, meni yaxshi ko'rgan kishini yaxshi ko'rgin, meni mahluqotlarga suyumlik ko'rsatgan" deb vahiy qilgan edi Davud alayhisalom. "Parvardigorim, seni mahluqotlarga qanday suyumlik ko'rsataman?" dedi. Alloh taolo: "Mening yaxshiliklarimni so'zlagin va mening ne'mat va ihsonlarimni eslatgin" dedi. Mujohid rahimahulloh mundaq degan: bir banda qiyomat kuni do'zaxga tashlanishga buyurildi, shuning bilan u banda men bundaq bo'la demagan edim deydi. Alloh taolo: "Sen qandoq bo'la degan eding?" deydi. U: "Seni mening gunohlarimni mag'firat qiladi deb o'ylagan edim" deydi. Shuning bilan Alloh taolo: "Uni qo'yib o'tinglar" deydi. Fasl umid qilishning dorisi va umid qilish hosil bo'lgan sabab haqida. Shuni yaxshi bilginki, umidvorlik dorisiga ikki turlik odam muhtoj bo'ladi. Biri umidsizlanish g'olib kelib ibodat qilishni tark etgan odam, yana biri qo'rqish g'olib kelib o'ziga va ahliga ziyon yetkazgan odam. Taat ibodat qilishdan yuz o'rib turib, Alloh taolaning rahmatini orzu qiluvchi aldangan osiy kishiga faqat qo'rqish dorisini ishlatmak kerak. Chunki umidvorlik dorilari undaq kishi uchun bayni zahar bo'ladi. Bu xuddi hasalning sovuq ishib ketgan kishiga shifo, issiq ishib ketgan kishiga o'g'u bo'lg'uniga o'xshaydi. Shuning uchun kishilarga vaz nasihat qiluvchi, muloyim va kasallikning manbasiga qarab, har kasallikni o'z loyiqida dori bilan davolaydigan kishi bo'lishi kerak. Bu zamonda kishilarni umidlantirishga bo'lmaydi. Yaxshisi ularni qattiq cho'chitish lozim. Vaz nasihat qiluvchining bemorlarni isloh qilish uchun o'ziga qalblarni moyil qilish maqsadi bo'lsa, umidvor bo'lishning fazilatlarini so'zlisi bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu mundaq degan: kishilarni Alloh taolaning rahmatidan umidsizlantirmagan ham Alloh taolaning azobidan xotirjam qilmagan kishi haqiqiy olimdir. Bunun bilan birga yana shuni bilginki, umidvorlik ibrat elish va o'qish, anglash bilan hosil bo'ladi. Ibrat elish biz shukr
qilish haqida degan temada bayon qilgan barliq ne'mat turlarini o'ylanishdir. Inson Alloh taolaning dunyoda mu'min bandalari qilgan ihsonlarini, inson tabiatiga rioya qilgan ajoyib hikmatlarini, ilohiy ihsonlarining bandalarning dunyodagi nozik manfaatlarini o'z ichiga olganligini va ularning martabasini yuqori qilganligini bilsa, Alloh taolaning ularni mangulik halokatga ilib berishga rozi bo'lmaydiganligini tunib yetalaydi. Chunki dunyo va oxiratni boshqarib turuvchi zot bir bo'lganligi uchun bu zot dunyoda mu'min bandalarga ihson qilgan ekan, oxiratda ham ularga ihson qiladi. Ayetler ve hadislerge qarash, o'qish yoki anglashga kelsak, bu haqda Alloh subhanahu va taoloning shu so'zlari bor. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Alloh taolo yana mundaq deydi: Farishtalar Parvardigorga tasbih aytadi hamda aytadi, yer yuzidagilarga mag'firat tilaydi. Bilinglarki, Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Alloh taolo dushmanlariga do'zaxni tayyor qilganligini xabar qilib, do'stlarini do'zaxdan qo'rqitib mundaq degan: Ularni ustidanmi qatmuqat o't, ostidanmi qatmuqat o't o'rib oladi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarini qo'rqitadi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. Kafirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'lgan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarni labuldab turgan o'tdan ogohlantirdim. Uningga faqat haqni inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odamlar kirdi. İnsanlar zulm qilsa-mu, Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Parvardigoring gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubhasiz qattiq jazolaydi. Bu vaqtdagi hadislardan töndiklaba Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu deydiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, iblis Alloh azza va jallaga sening azizliging va ulug'liging bilan qasamki, odam bolalari hayotli bo'ladi ekan, ularni davomli ozdirman deganda, Alloh taolo mening azizligim va ulug'ligim bilan qasamki, ular mendan mag'firat tilab tursa, ularni mag'firat qilib turman degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, agar sizlar gunoh qilmasanglar, albatta Alloh sizlarni yo'q qilib o'tib, gunoh qildigan bir qavmni keltiradi. Ondan ular mag'firat tilasa, ularni mag'firat qiladi." Sayyinda Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga: Haqni istab uningga amal qilinglar. Haqqa yiqilishinglar va savob bilan xushal bo'linglar. Hech bir kishini qilgan amali jannatga kirgizolmaydi degan edi sahobalar. Ey Allohning elchisi, sizlarni shundaqmi? Dedi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Menimi? Faqatla Alloh meni o'z rahmati va fazli bilan jo'gisa, ondan dedi. Sayyinda Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh azza va jalla qiyomat kuni: "Ey odam," deydi Odam alayhisalom. "Robbimiz, xo'sh, taatingga tayyorman, butun yaxshilik sening qo'lingda," deydi. Alloh avlodlaringdan do'zaxga avatildiganlarni ayirg'in deb buyuruydi. Odam: "Ey Robbim, do'zaxga avatildiganlarning soni qanchalik bo'ladi?" deydi. Allah her bir 1999 avatiladi deydi. Bu çağda balalarning çochlari aqrab ketadi. Hamildarning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mas ko'rasan, halbuki ular haqiqatda mas emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as-hushidan ketkizib etgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir deydi. Yuqorqilarni anglab Rasulullahning yanida turganlarning chiroyi o'ngib ketdi. Rasulullah ularga do'zaxga avatildiganlarning 1999 Ya'juj Ma'jujlardan bo'ladi. Mingdan biri ahli jannat bo'lib, o'slardan bo'ladi. Ondan sizlar kishilarning orasida oq o'ykizning beqindagi bir tal qora tukdek yoki qora o'ykizning beqindagi bir tal oq tukdek oz bo'lasizlar. Ben sizlarning jannat ahlining 4dan birini tashkil qilishinglarni umid qilaman dedi. Biz buni anglab takror aytdik. Ondan keyin Rasululloh jannat ahlining 3dan birini tashkil qilsizlar dedi. Biz takror aytdik. Ondan keyin ahli jannatning yarmini tashkil qilsizlar dedi. Biz takror aytdik. Demak, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'rqituvchi so'zlarini qanday keltirganligiga qarag'in, qo'rqituvchi so'zlar ularni bearam qilganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga rahimdil so'zlarni aytdi.
Qalblar havo havasga moyil bo'lganda uni bearam qiladigan so'zlarni so'zlash kerak. Aksicha qalblar qattiq bearam bo'lganda normallikqa qaytish uchun uning bearamligini besiqtiradigan so'zlarni aytish lozim. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Alloh taolo qiyomat kuni insonning xiyoliga kirib baxmagan darajada bandalarga mag'firat qiladi. Rivoyat qilindiki, bir majusi İbrahim alayhisalomdan o'zini mehmon qilishni talab qildi. İbrahim alayhisalom uni mehmon qilmay, musulmon bo'lsang mehmon qilaman dedi. Alloh taolo İbrahim alayhisalomga vahiy qilib: "Ey İbrahim, men uning kofir bo'lishiga qaramay 70 yildan buyon uningga yemek berdim. Sen yemek bermeding?" dedi. İbrahim alayhisalom majusining keynidan berib uni to'xtatdi va uningga Allohning vahiysini anglatdi. Shuning bilan majusi Alloh taolaning rahimdilligidan hayratlanib musulmon bo'ldi. Bu sabablar bilan qo'rquvchilar va umidsizlanuvchilarning qalblariga umid ruhi jalb qilinadi. Mag'rur ahmoqlarga kelsak, ularga bulardan hech narsa anglatilmasligi kerak. Balki ularga biz oldimizda keltiradigan qo'rqituvchi so'zlar anglatilishi lozim. Chunki ko'pincha kishilar tayoq yesa, ondan to'g'ri yo'lda mangdigan qulga o'xshash bo'lib, ularni faqat qo'rqitish orqali isloh qilg'ili bo'ladi. Ikkinchi qism qo'rqish, uning haqiqiy darajalari va shuningga munosabatlik ishlar haqida. Qo'rqishning haqiqatining bayoni. Qalbning kelajakda yomon ko'riladigan bir ishning yuz berib qolishini kutganlikdan qattiq og'riq tortishi va azoblanishi qo'rqish deyiladi. Buning misoli, podshohning qonuniga xiloflik qilib jinoyat o'tkazib, podshoh tarafidan qo'lga ilingan kishi podshohning o'zini o'ldirishdan qo'rqadi va yana podshoh mening gunohimni afu qilishimi mumkin deb o'ylaydi. Lekin uni o'ldirishga ilib boradigan sabablarni va jinoyatining qabihligi, jinoyatning podshohga bo'lgan ta'sirini qancha kuchli his qilsa, uning qalbi shuncha azoblanadi. O'ldirishga ilib boradigan sabablar ojiz bo'lgan sari qo'rqinchmi ojiz bo'ladi. Ba'zida qo'rqish jinoyat o'tkazganlik sababidan emas, balki qo'rqituvchining salohiyati, kattaligi va ulug'ligidan bo'ladi. Chunki kishi Alloh taolo agar butun olamni halok qilmoqchi bo'lsa, hech nimaga parvo qilmaydiganligi va uni cheklaguvchi yo'qligini biladi. Shunga inson o'zining ayblarini bilishi, Alloh taoloning ulug'ligi va barchadan behojatligi va Alloh taoloning qilgan ishidan savol qilinmaydiganligini bilgan sari kishida qo'rqish paydo bo'ladi. O'zini va Parvardigorini haqiqiy tunigan kishi kishilar ichidagi eng qo'rqadigan kishidir. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men haqiqatan ularning ichidagi Allohni eng yaxshi biladigan va Allohdan eng qattiq qo'rqadigan kishiman." Alloh taolo aytadi: "Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarla qo'rqadi." Haqiqiy tunish mukammal bo'lsa, qo'rqishga ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan qo'rqishning alomati qalbda tashidi, ondan o'ruqlash, sarg'iyish, yig'lash va aylanib ketish qatorliqlar bilan salohiyat va badan a'zolarida aks etadi. Qo'rqish ba'zida o'limga ilib boradi, ba'zida mingiga o'rlab aqlni buzadi. Qo'rqish alomatining badan a'zolarida ko'rilishi bo'lsa, inson o'z sahvanliklarini to'liqlashi va oxiratga tayyorlik qilish uchun bu a'zolarni gunoh ma'siyatlardan to'xtatish va toat ibodatlarni qilishga majburlash bilan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Qo'rqqan kishi qo'nmasdan yo'lini davomlashtirdi." Bir olim mundaq degan: "Yig'lagan kishi qo'rqqan bo'lmaydi. Gunoh qilishga qodir turib, uni tark etgan kishi haqiqiy qo'rqqan kishi hisoblanadi." Qo'rqishning mevalaridan qo'rqish shahvatlarni qumurib tashlaydi, lazzatlardan to'sidi. Shuning bilan xuddi hasalda zahar borligini bilgan kishiga hasal yomon ko'rilgan narsaga aylangandek, insonga yiqishliq bo'lgan gunohlar Alloh taolodan qo'rqqan kishiga yomon ko'rilgan gunohlarga aylandi. Shu orqali shahvatlar qo'rqinch o'ti bilan kuydi, badandagi a'zolar saplashidi, qalb Alloh taolo uchun xor bo'ladi, ojizlashidi, uningdan takabburlik, adovat, hasad yo'qoladi. Butun g'ami qo'rqish bo'lib, oxiratdagi xatarga qaraydi. Boshqa g'amlarga vaqti chiqmaydi. Uning Alloh taoloni ko'z oldida tutish, o'zidan hisob elish, nafsiga qarshi jihad qilish, olgan nafas, vaqt, soat, o'y, xiyol, mangan qadam va qilgan so'zlariga qarata nafsidan hisob elishdan boshqa mashg'uloti bo'lmaydi. Va uning ahvoli yirtqich hayvonning panjasiga tushib qolgan kishining ahvoliga o'xshash bo'ladi. Shunday kishi hayvon beg'azlik qilgan zaman qochib ketamdi yoki hayvon uningga hujum qilib uni halok qilamdi bilolmaydi. Uning shu hayvondan qutulishdan boshqa markazlashadigan ishi bo'lmaydi.
Demek Allah Taala'nı göz aldıda tutuş ve özüden hesap eliş duygusunun güçlük yoki aciz buluşu, Allah Taala'dan korkuş duygusunun güçlük yoki aciz buluşu qarab buludu. Allah Taala'dan korkuş duygusunun güçlük yoki aciz buluşu, Allah Taala'nın ulug'liqini, sifatlarini, nefsinin ayıplarını, nefsinin aldidagi xatarlar ve korkunçlarını bilish duygusunun güçlük yoki aciz buluşu qarab güçlük yoki aciz buludu. Ta'siri amallarda oshkor bo'ladigan eng tuvan darajadagi qo'rqish bo'lsa, Allohdan qo'rqish tuyg'usining cheklangan ishlarni qilishdan cheklishidir. Agar Alloh taolodan qo'rqish tuyg'usi harom bo'lish imkoni yuqori bo'lgan ishni qilishdan cheklasa, taqvolik deb ataladi. Agar uningga turmushning ortiqcha narsalarini talab qilmay ibodat bilan mashg'ul bo'lish va shuningga berilish qo'shilsa, u rostchilik deb ataladi. Fasl qo'rqishning darajalari uning kuchlik va ojiz bo'lganligi to'g'risida. Qo'rqish Allah Taala'nın qamchisidir. Bandalarning Allah Taalaga yaqinlashish martabasiga yetish uchun Allah Taala bandalarini qo'rqish qamchisi bilan davomli ilm o'rganish va amal qilishga haydaydi. Qo'rqish haddidan oshgan, o'ttiral va yetarsiz qatorliq darajalarga bo'linadi. Qo'rqishning o'ttiral bo'lg'ini maqtaladi. O'ttiral qo'rqish misoli savdog'chi qamchiga o'xshaydi. Qamchi bilan pat-pat savdab turish hayvonga nisbatan eng yaxshidir. Hayvonni bek urishmi yaxshi emas, qo'rqish haddidan oz bo'lishmi maqtalmaydi. Qo'rqishi kamchil kishi bo'lsa, bir oyatni anglaganda yoki qo'rqinchliq bir ish yuz berganda qo'rqinch bisib yig'laydigan, qo'rqinch o'tib ketsa qalbi g'aflatga qaytadigan kishiga o'xshash bo'lib, bu foydasi oz, kuchsiz bo'lgan qo'rqishdir. Bu qo'rqish xuddi kuchlik bir hayvonni savdaydigan ojiz bir tayoqqa o'xshaydi. Ojiz tayoq kuchlik hayvonga qattiq alam sololmaydi, shuning bilan uni maqsadga haydiy olmaydi va uni tarbiyalashga loyiq kelmaydi. Bu xil qo'rqish olimlar va Alloh taolaning haqiqiy tunuvchilardan boshqa barliq kishilarga g'olib kelgan bir qo'rqishdir. Ya'ni olim deganda Alloh taolani va uning oyatlarini bilguvchilarni ko'zda tutamiz. Ular nihoyat oz uchraydi. Ilm alomatlari bilan o'zlariga alomat qo'yib olgan soxta olimlarga kelsak, ular Alloh taoladan qo'rqish tuyg'usidan eng yiroq kishilardir. Birinchi daraja bo'lgan haddidan oshgan qo'rqish tuyg'usiga kelsak, u kuchayib, o'tiraliq chegarasidan o'tib, insonni umidsizlanish va umidini uzishga elib boradigan qo'rqishdir. Bu darajamo yaxshi emasdir, chunki bu darajadagi qo'rqish insonni amal qilishdan to'sib qo'ydi. Ba'zida insonni kasallik, angvaqtiliq va o'lishga elib bordi. Bu holat maqtalmaydi, har qanday narsadagi maqtalgan taraf uning maqsad qilingan nishonga yetkazadigan bo'lishidir. Buningdan kam yoki ishib ketgan bo'lsa, ayblanadi. Ehtiyot qilish, parhezkorlik, taqvolik, nafsiy qarshi jihad qilish, zikr etish, ibodat qilish va Alloh taolaga yetkazadigan boshqa amallarni qilish qo'rqish tuyg'usining foydasidir. Bu ishlarning hammasi sog'lom badan va sog'lom aql bilan yashashni talab qiladi. Buning birasi ziyonga uchrasa ayblanadi. Savol: qo'rqish ichida o'lib ketgan kishi haqida nima deysan? Javob: qo'rqish ichida o'lib ketgan kishi qo'rqmagan holda o'lib ketgan kishi erisha olmaydigan martabaga erishadi. Lekin agar u yashasa va ilm ma'rifat muomala darajalariga o'rilsa, afzal bo'lgan bo'ladi. Chunki Alloh taolaning to'yida umri uzun bo'lish eng afzal baxtdir. Umrni, aqlni va sog'liqni yo'q qiladigan har qanday narsa kamchilik va ziyondir. Qo'rqishning qismlari to'g'risida shuni bilginki, qo'rquvchilarning martabalari bir-biriga o'xshamaydi. Ulardan tavba qilishning oldida qalbi o'lim qo'rqinchiga taslim bo'lgan kishilar bor. Ba'zilar Alloh taolaning ne'matlari bilan asta-asta jazolaydiganlik qo'rqinchisiga tushmadi. Ba'zilar to'g'ri yo'ldan izib ketishdan qo'rqish tuyg'usiga yengiladi. Ba'zilarning hayotining yomon holati oxirlash qo'rqinchi chirmaydi. Buningdan yuqorisi bitmish taqdirdan qo'rqishdir. Chunki hayotning oxirlashishi bitmishning bir parchasidir. Alloh taolo xohlagan kishining martabasini hech vositasiz ko'taradi, xohlagan kishining martabasini hech vositasiz tushiradi. Alloh qilgan ishidan so'ralmaydi. Alloh taolo bir hadis qudsiyda mundaq degan: "Mavla jannatda bo'ladi, parvo qilmayman, avla do'zaxda bo'ladi, parvo qilmayman." Ba'zilar sakratdan va o'lim qiyinchiligidan yoki munkar nakirning savolidan yoki qabr azobidan qo'rqadi. Ba'zilar Alloh taolaning huzuridagi hayvatdan, hisob ilinganda inchki hisob ilinishdan, pilsirat ko'rigidan o'tishdan, do'zax va do'zaxdagi qo'rqinchli azoblardan qo'rqadi yoki jannatdan mahrum qilishdan yoki Alloh taolo bilan o'tirda parda tortilishdan qo'rqadi. Bularning hammasi yomon ko'riladigan va qo'rqinch qo'zg'aydigan sabablardir.
Allah Taala bilan o'zi o'ttirisida parda tortilishdan qo'rqish martabasi qo'rqishning eng oliy martabasi bo'lib, bu Allah Taolani haqiqiy tunug'uvchilarning qo'rqishidir. Buning oldidagisi zoidlar va obidlarning qo'rqishidir. Fasl qo'rqish va umid qilishning fazilati va ishqisidan g'olib bo'lish kerak bo'lgan sifat haqida. Har qanday narsaning fazilati uning baxt saodatni talab qilishga yordam bo'lish miqdoricha bo'ladi. Baxt saodat bo'lsa Alloh taologa uchrashish va uningga yaqinlashishdir. Shuning uchun Alloh taologa uchrashish va uningga yaqinlashishga yordam bergan har qanday narsa fazilatlidir. Alloh taolo mundaq degan: Parvardigoringning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga ikki jannat bor. Allah ulardan razı buludu, ular mı Allah'tan memnun buludu, bununla Perverdigaridan qo'rqqan adam erişidu. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Bir bendining tinini Allah Taaladan qo'rqib titrek bassa, onun günahları quruq daraxtdan g'azan tökülgendek tökülüdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yan bir hadiste mundaq degan: Qalbida Allah Taaladan qo'rqish tuyg'usi bor kishiga Allah Taala g'azablanmaydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana mundaq degan: Allah azza ve celle mundaq deydi: Qudratim ve ulug'lig'im bilan qasamki, men bendamga ikki qo'rquvchi bilan ikki xotirjamlikni tangcham qilmayman. Bendam mendan dunyoda amin bo'lsa, uni qiyomat kuni qo'rqitaman. Agar mendan dunyoda qo'rqsa, uni qiyomat kuni xotirjam qilaman. İbn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Ikki turli ko'zga mangu do'zax o'ti yetmaydi. Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z va Alloh yo'lida kechida qarovullik qilgan ko'z. Qo'rqishning kuchli bo'lishi afzalmi yoki umid qilishning kuchli bo'lishi afzalmi va yoki ikkilisining o'ttiral bo'lishi afzalmi deganning bayoni to'g'risida. Sual qo'rqish afzalmi yoki umid qilishmi deb so'rag'uchining so'zi non afzalmi yoki su afzalmi deb so'rag'uniga o'xshashmi? Javob: och qolgan kishiga non afzal, ussuz qolgan kishiga su afzal. Agar ochlik bilan ussuzlik teng kelgan bo'lsa, qaysi qattiq bo'lsa shuningga qaraladi. Agar ikkilisi barobar bo'lsa, martabasimi barobar bo'ladi. Qo'rqish va umid qilish qalblarni davolaydigan ikki doridir. Ikkisining ortiqchiligi o'z navbatida mavjud bo'lgan dorining hisobichi bo'ladi. Agar qalb Alloh taolaning azobidan xotirjam va gunohga moyil bo'lsa, bu holda qo'rqish afzal. Agar bir kishi umidsizlangan va umidini uzgan bo'lsa, o kishi uchun umidvorlik afzaldir. Xuddi iskanjavildan non afzal deyilgandek, qo'rqish mutlaq afzal deyish to'g'ridir. Chunki non bilan ochliq, iskanjavil bilan sapra shifo topadi. Ochliq ko'p uchraydi, shunga nonga bo'lgan ehtiyoj ko'pdir. Buni e'tiborga olib turib, non afzal deyiladi. Chunki kishilarning gunoh ma'siyatlarni qilishi va mag'rurlanishi ko'pdir. Agar qo'rqish bilan umid qilishni silishtirsak, umid qilish afzaldir. Chunki umid qilish rahmatingizdan ilindi, qo'rqish bo'lsa g'azabtingizdan ilinadi. Taqvodor kishining qarshida qo'rqish va umidvorlikning o'ttiral bo'lg'ini afzaldir. Shuning uchun mu'minning qo'rqishi bilan umidi o'lchansa, idi albatta ikkisi barobar keladi deyildi. Salaf solihlardan biri mundaq degan: Agar bir odamdan boshqa barliq kishilar jannatga kirsin deb nido qilinsa, jannatga kirolmaydigan shu odamning men bo'lib qilishimdan qo'rqatdim. Agar bir odamdan boshqa barliq kishilar do'zaxga kirsin deb nido qilinsa, do'zaxga kirmaydigan shu odamning men bo'lib qilishimni umid qilatdim. Bu qo'rqish sifati taqvodor mu'minga xosdir. Sual: Mümin taqvodor bo'lsa, uning qalbi umidvorlik bilan qo'rqish tuyg'usi qandaqmi o'xshash bo'ladi? Uning umidvorligi kuchli bo'lishi kerak-ku? Javob: Mümin kishi qilgan amalining to'g'ri bo'lganligiga jazm qila olmaydi. Mümin xuddi turini sinab baxmagan bir qism urug'ni o'ziga tunishsiz bo'lgan bir ziminga terigan kishiga o'xshaydi. Urug' bo'lsa iymondir, iymonning to'g'ri bo'lish shartlari nozukdir. Urug' silingan zimin bo'lsa qalbdir. Qalbning munofiqlik, sherik va riyokorlikqa o'xshash nachar yushurun sifatlari bo'ladi. Qalbning yushurun go'zal axloqlari ham mushmal bo'ladi. Chaqmoqlar o'lim sakratining qo'rqinchlaridir. Unda aqidalar tavraydi. Buning hammasi uning qo'rqishini keltirib chiqardi. Mümin qandaqmi qo'rqmasin? Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu munofiqlar qatorida bo'lib qilishidan qo'rqib, Huzayfa radhiyallohu anhudan "Men munofiqlar qatorida bormi?" deb so'ragan edi. Ahvoli o'ziga mujmal va o'z aybi o'zidan yushurun bo'lib qolgan kishilar bu savolni so'raydi. Demak, maqtilgan qo'rqish tuyg'usi amal qilishga turtki bo'ladi, qalbni dunyoga moyil bo'lishdan to'sadi.
İnsan ölümünü sezgende ümitvar bolğunu eng yaxşıdır. Çünkü qo'rqish amal qilishga turtki bo'lgan qamchiga o'xshash bo'lib, o'lim kelganda amal qilish mumkin bo'lmaydi. O'lim kelganda qo'rquvchi o'zining qalb jon tomirini parchalashdan boshqa hech foyda ololmaydi. O holatda umidvor bo'lish uning qalbini kuchlantiradi, Parvardigorini uning suyumlik ko'rsatadi. Shunga musulmon odam Alloh taoloni va Alloh taolo bilan dindor muloqot bo'lishni yaxshi ko'rgan hamda Alloh taolodan yaxshilik kutgan holatda dunyodan ayrilish kerak. Süleyman At-Taymi rahimahullah ölümünü sezgende yenideki kişiye Allah Teala'dan yaxşılık kütken halda onun huzuriga chiqishim uchun bana dindagi ruxsat amallarni so'zlab bergan degan ekan. Fasl qo'rqishni jalb qilish yo'lining bayoni. Qo'rqish ikki yo'l bilan hosil bo'ladi. Bularning biri ikkinchisidan yuqoridir. Misol bir kichik bola uyda o'ltirganda uyga yirtqich hayvon yoki yilon kirsa, kichik bola uningdan qo'rqmasligi, balkim yilonni o'ynash uchun uningga qo'lini so'zish mumkin. Lekin u bolaning yonida dadasi bor bo'lsa, dada yirtqich hayvondan qo'rqib qaysa, balamo dadasiga ayishib uningdan qo'rqib qochish mumkin. Bu holatda dadaning qo'rqishi yirtqich hayvonning yomonligini bilganlikdan, balaning qo'rqishi bo'lsa bilmasdan, balki dadasiga taqlid qilganlikdan bo'ladi. Sen bu misolni tushansang bilginki, Alloh taolodan qo'rqish ikki martaba bo'ladi. Birinchi martaba Alloh taoloning azobidan qo'rqish. Bu bo'lsa umumiy musulmonlarning qo'rqishidir. Bu qo'rqish jannat va do'zaxga iymon etish, taat ibodatga va gunoh ma'siyatga, jannat va do'zaxning jazo mukofot bo'lganligiga ishonish orqali hosil bo'ladi. Bu qo'rqish iymon zaif yoki g'aflat qattiq bo'lsa ojiz bo'ladi. G'aflat oxirat azobini eslash va u vaqtda tafakkur qilish orqali yo'qoladi. Alloh taolodan qo'rquvchilarga qarash, ular bilan hamsuhbat bo'lish yoki ular haqidagi xabarlarni anglash orqali g'aflat yo'qolib sayihlashadi. Ikkinchi martaba Alloh taolodan qo'rqish, bu bo'lsa Alloh taoloni haqiqiy tunug'uvchi olimlarning qo'rqish tuyg'usidir. Alloh taolo mundaq degan: Alloh sizlarni o'zidan qo'rqitadi. Allah subhanahu wa ta'alaning sifatlari qo'rqish va hurmatlash tuyg'usini keltirdi. Shunga ular Alloh taoladan yiroqlashishdan va Alloh taolo bilan orasiga parda tortilib qilishdan qo'rqidi. Zunnun rahimahullah mundaq degan: Alloh taolaning muhabbatidan ayrilib qilishdan qo'rqishning oldida do'zaxdan qo'rqish dengizdagi bir tomchiga o'xshaydi. Barliq kishilarning bu turli qo'rqishdan bir qism nasibasi bo'ladi. Lekin bu qo'rqish boshqalarga taqlid qilish bilan bo'lsa, xuddi kichik bolaning dadasiga agishib yilondan qo'rqquniga o'xshaydi. Shuning uchun bu turli qo'rqish ojiz bo'ladi, chunki boshqalarga agishib taqlid qilingan e'tiqodlar ko'pincha vaqtda ojiz bo'ladi. Lekin bu ojiz e'tiqodlar davomli qo'rqishni paydo qiluvchi sabablarni ko'rish, uning talabi bo'yicha taat ibodatlarni ko'p qilish va gunoh ma'siyatlardan saqlanishga davomlashib kuchaysa va banda Alloh taolaning haqiqiy tunishga yuksalsa, banda u chaqda Alloh taoladan mecbur qo'rqidi va qalbiy qo'rqishni jalb qiladigan sababga muhtoj bo'lmaydi. Balki Alloh taolodan mecbur qo'rqidi. Kimki bularni qilishda kamchilik o'tkazsa va o'zini davolamoqchi bo'lsa, uning yo'li qo'rqish haqidagi hadislarni va sahobalardan kelgan asarlarni anglash, qo'rquvchilarning so'zlari va ahvollarini ko'rish va ularning aqllari va martabalarini umid qiluvchilar va aldang'uvchilarning martabalariga silishtirish, bu orqali qo'rquvchilarga agishning eng loyiq ekanligida shak qilmaslik kerak. Chunki qo'rqish payg'ambarlarning, olim va valilarning sifatlaridir. Sahih Muslimdagi Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan bir hadisda Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ansarlardan bir kichik bolaning janoza namoziga chaqirildi. Men, ey Allohning payg'ambari, bu nima degan baxtiyor bola ha? Yomonlikni ko'rmagan va yomon amal qilib soldigan, yoshga bormagan jannatning qushqachlaridan bir qushqach degan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: ey Aisha, undan boshqacha bo'lsa-chu, Alloh azza va jalla jannatga loyiq bo'lgan kishilarni ular otalarining umurtqalari ichidagi holatlarda jannatga loyiq kishilar qilib yaratdi. Do'zaxga loyiq kishilarni ular otalarining umurtqalari ichidagi holatlarda do'zaxga loyiq qilib yaratdi dedi. Ko'rinish umid qilish, ammo qattiq qo'rqitishni o'z ichiga olgan tuvandagi bu oyat Alloh taolaning eng ajablanarli tuyulgan oyatlardan qatoridandir. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyat mag'firat qiluvchiman. Demak, Alloh taolo bu oyatda mag'firat qilishni to'g'ri amal qilish tas bo'lgan 4 shartga bag'ildi. Qo'rqituvchi oyatlardan Asr surasidagi bu oyatlar bor. Zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ichidadir.
Allah Taala bu oyatlarda ziyon tortishdan xalos qiladigan 4 shartni bayon qilgan. Allah Taala yana mundaq deydi: Agar biz xohlasak, har bir kishiga albatta hidoyat beratdik. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekitilib bo'ldi. Men chuqum jinlar va insonlar yan ularning gunohkorlari hammasi bilan jahannamni to'ldirman. Ma'lumki, agar ish azaldan putilmaydigan bo'lsa edi, insondagi ta'ma hilimkor ishiltishga berib taqalgan bo'ladi. Ammo azaliy putmishni o'zgartirish mumkin bo'lmag'achqa, uningga rozi bo'lmay amali yo'q. Agar Alloh taolo o'zini haqiqiy tunug'uvchilarga mehribonlik qilib, ularning qalblarini umid bilan rohatlantirmas edi, ularning qalblari qo'rqish o'tida kuyib ketgan bo'ladi. Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq degan: Kimki o'lar vaqtida iymoni tortilib ketmasligidan amin bo'lsa, uningdan iymoni tortib olindi. Sufyan Savri o'limni sezganda yig'lashga boshladi bir kishi: "Ey Abu Abdullah, men seni gunohlar ko'p kishi o'xshaydi deb gumon qilyapman" degan edi. Sufyan Savri yerdan ozroq to'pilib, "Alloh bilan qasamki, mening nazarimda gunohlarim buningdan yengildir. Lekin men o'lishning oldida iymonimning tortilib ketishidan qo'rqyapman" dedi. Sayyid rahimahullah deydi: Allah rozilikni iroda qiluvchi gunoh ma'siyatlar bilan sinilib qilishdan qo'rqidi. Allohni haqiqiy tunug'uchi bo'lsa, kufrlik bilan sinilib qilishdan qo'rqidi. Rivoyat qilindiki, bir payg'ambar Alloh taologa och va yalang'och qolganlikdan shikoyat qildi. Alloh taolo uningga vahiy qilib: "Bandam, qalbingni menga kofir bo'lishdan saqlab qolganimga rozi bo'lmadingmi? Yana dunyo so'ramsan" deganda, u payg'ambar: "Yo'qsu, men rozi bo'ldim Rabbim, men kufrdan saqlab qolgin" deydi. Bid'atchilik, munofiqlik, takabburlik va shuningga o'xshash yomon sifatlar insonning yomon oqibatda o'lib qolishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun salaf solihlar munofiqlikdan qattiq qo'rqatdi. Ulardan biri mundaq degan: "Men munofiqlikdan pokishganligimni bilalagan bo'lsam, bu menga quyosh nur chashgan jimiy narsalardan yaxshi bo'lgan bo'ladi." Ular aqidadagi munofiqlikni emas, balki sahih hadisda kelgandek amallardagi munofiqlikni ko'zda tutadi. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Munofiqning alomati 3: so'zlisi yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa va'dasi xiloflik qildi va omonat qo'yilsa xiyonat qildi. Yomon oqibatning ma'nosi: yomon oqibatda o'lishning 2 darajasi bor bo'lib, birinchisi bu 2 darajaning cho'ngidir. U bo'lsa, sakratga tushganda va uning tashvishlari bosganda qalbning shak va inkor qilishga yengilishi bo'lib, bu holat o'lib ketish, mangulik azobga qilishga sabab bo'ldi. Alloh taoladan bunday holat o'lib ketishdan panoh tilaymiz. İkinchisi, bu birinchisidan tuvan o'rinda turdi. Ya'ni Alloh taolaning taqdirlariga rozi bo'lmaslik va taqdirga og'zaki e'tiroz qilish yoki qilgan vasiyatida adolatsizlik qilish yoki ma'lum bir gunohni davomlashtirayotgan holatda o'lib ketish qatorliqlar. Rivoyat qilindiki, odam bolasiga o'lim kelganda shayton uningga qattiq hujum qildi va yordamchilariga: "Bu odamni ozdiringlar, u bugun dunyodan ketib qolsa, uni ozdira olmaysizlar" deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq duo qildiganligi rivoyat qilindi: "Ey Alloh, sana sig'inib o'lim vaqtida shaytonning menga chepilishidan panoh so'rayman." Xattabi rahimahullah mundaq deydi: "O'lim vaqtida shaytonning chepilishi bo'lsa, shaytonning insonga o'lim kelganda uningga yepishib olib, uni ozdirib tavba qilishni yoki qilgan zulmini tashlashni to'sishi yoki uni Alloh taolaning rahmatidan umidsizlantirib, uningga o'limni yomon ko'rsatib, uni Alloh taolaning hukmiga rozi bo'lmaslikka ilib berishidir." Yomon oqibatda o'lishga ilib boradigan sabablarni tafsiliy bayon qilish mumkin emasdir. Lekin uningga umumiy jihatdan ishora qilish mumkin. Hayotining shak va inkor qilish ustida oxirlashiga sabab bo'lgan ish bid'atchilikdir. Ya'ni Alloh taolaning zoti, sifatlari, ishlari haqida birovlarga yoki o'zining buzuq fikriga ergishib xato bo'lgan e'tiqodni tutishdir. Kishiga o'lim kelib parda yechilganda, u e'tiqod qilgan narsaning botilligini ko'rdi. Shu chaqda u inson o'z ishongan jimiy narsalarning beyo'da ishganligiga jazm qildi. Bir kishi Alloh subhanahu va taolo va uning sifatlari haqida cho'nqur izlanmay va tekshirmay salaf solihlarning yo'li bo'yicha taltukis e'tiqod qilsa, bu xatardan qutulg'ay inshaalloh. Gunoh ma'siyatlarni qilgan holatida hayotining oxirlash sababi bo'lsa, aslida iymonning ojiz bo'lib qolishidir. Ojiz iymon davomli gunoh ma'siyatlarni qilishga sabab bo'ldi.
Günah ma'siyatlar iymon nurini o'chirib tashlaydi. Iymon ojiz bo'lsa, Alloh taoloni yaxshi ko'rish ojiz bo'ladi. Shuning bilan iymoni ojiz inson sakratga tushsa, dunyodan ayrilishga chidamaydi. Shunga uning iymoni texmo ojizlaydi. Demak, hayotining bu xil yomon holatda oxirlashishiga ilib boradigan sabab Alloh taoloni yaxshi ko'rishni ojizlashtiradigan iymoni ojizlik bilan birga, ya'ni dunyoni yaxshi ko'rish va dunyoga mayil bo'lishdir. Qalbida Alloh taolaning muhabbatini dunyo muhabbatidan yuqori holatda his qilgan kishi bu xatardan yiroqdir. Alloh taoloni yaxshi ko'rgan holatida o'lib ketgan kishi Alloh taolaning huzuriga ishtiyoq bog'lovchi yaxshi banda holatida ketadi. U banda Alloh taolaning huzuriga kelishi bilan Alloh taolaning azizlashidan sirt uchrashquchi xushal-xo'ramlik hech kimga maxfiy emasdir. Kimninki xiyoliga Alloh taolaning ishini inkor qilish kirgan yoki izchil Alloh taologa qarshi turgan holda o'lib ketsa, undaq kishi Alloh taolaning huzuriga majburiy kelgan bandaga o'xshash bo'ladi. Undaq kishi uchraydigan azobmi hech kimga maxfiy emasdir. Bu xatarlardan salomat qilishni ko'zlagan kishi halokat sabablaridan yiroq turishi kerak. Shuni bilish kerakki, qalblarning haqdan yuz o'rishi va ahvollarning o'zgarishi Alloh taoladan qo'rquvchilarning qalblarini bearam qiladi. Sayyinda Sahil ibn Said radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Shaksizki, bir odam kishilarga ko'rinishda do'zax ahlining amalini qildi, halbuki u kishi jannat ahlidandir. Shaksizki, yana bir odam kishilarga ko'rinishda jannat ahlining amalini qildi, halbuki u do'zax ahlidandir." Rivoyat qilindiki, bir bandaning jini osmonga o'rnisa, farishtalar subhanalloh, bu banda shaytondan qutuldi. Nima degan go'zal-a? U banda shaytondan qanday qutulgandi deydi. Yomon oqibatda o'lishning ma'nosini bilgan bo'lsang, buningga sabab bo'ladigan xususlardan ehtiyot qilgin va shuningga loyiq amallarni qilib tayyorlik qilishni kechiktirmagin. Chunki umr qisqadir, bilginki har nafas ilishing o'limga bir qadam yaqinlashganingdir. Chunki nafas ilayotganingda jining ilinish mumkin. Inson qanday yashagan bo'lsa, shunday vafot topadi va qiyomatda vafot bo'lgan holida qopadi. Ahiretga loyiqida tayyorlik qilish, faqat o'ri turalg'idek yemeklikka qanoat qilish va turmushga lozimliq narsalardan ortiqni talab qilmaslik bilan qulay bo'ladi. Biz navbatda qalbingdagi ba'zi qattiqliklarni yo'qotishni umid qilib, Alloh taoladan qo'rquvchilarning ba'zi xabarlarini senga bayon qilamiz. Sen payg'ambarlar va valilarning sendan aqlli ekanligiga ishinasan. Nafsingning foydasiga tayyorlik qilishing uchun ularning Alloh taoladan qattiq qo'rqadiganligini o'ylag'in. Farishtalarning Alloh taoladan qo'rqishning bayoni. Alloh taolo farishtalarni sifatlab mundaq degan: "Ular o'z ustidagi Parvardigoridan qo'rqidi, o'zlariga buyurilganini qiladi." Bizga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Haqiqatan Alloh taolaning bir turkum farishtalari bo'lib, ularning ko'krak muskullari Alloh taoladan qo'rqib titrab turdi. Darilarki, arishni ko'taradigan farishtalar ichida ikki ko'zdan daryoga o'xshash yosh oqadigan farishtalar bor. Undaq farishtalar beshini ko'tarsa, "Ey Alloh, sen baxtursan, sendan loyiqida qo'rqmadik" deydi. Shuning bilan Alloh taolo mening ismim bilan yolg'ondan qasam qildiganlar buni bilmaydi deydi. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men sayr qildirilgan kechasi Jibril alayhisolamni Alloh taoladan qo'rqqanligidan ko'ni tulumga o'xshash bo'lib qolgan holatni ko'rdim." Derlerki Jibril alayhisalom payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yeniga yig'ilgan holatda kelganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga "Nimishqa yig'laysan?" dedi. Jibril "Alloh taolo jahannamni yaratgandan boshlab men Allohga osiylik qilib qolsam, uning meni jahannamga tashlashidan qo'rqib, ko'zimdan yosh qurib baxmidi" deb javob bergan. Yazid ar-Raqqashi rahimahulloh mundaq deydi: Alloh taolaning arish atrofida qiyomat kunigacha ko'zlaridan daryoga o'xshash yoshlar oqadigan farishtalar bor. Ular xuddi shamol daraxtni harakatlantirgandek Alloh taoladan qo'rqib midirlab ketadi. Ularga Alloh azza va jalla "Sizlar mening qashimda tursanglar, sizlarni nima qo'rqitadi?" deydi. Ular "Robbimiz, agar osmon va zamin ahli sening qudrating va kattaligingdan biz bilgan bo'lsa edi, ular yegan ichkinni singdirolmagan, ko'rp to'shaklarda yeyilib yotmagan bo'ladi. Balki ular sahrolarga chiqib kala mo'rigan bo'ladi" deydi. Muhammad ibn Munkadir rahimahulloh mundaq degan: "Do'zax yaratilgan chaqda farishtalarning yuraklari o'z o'rinlaridan chiqib ketib, Odam alayhisalom yaratilganda ondan joyiga kelgan edi.
Rivoyat qilindiki, iblisning qilmishlari ayon bo'lganda Jibril bilan Mikail alayhissalomlar yig'lashga boshladi. Alloh taolo ikkisiga vahiy qilib, "Nimishqa yig'laysizlar?" dedi ikkisi. "Biz sening jazolashingdan beg'am bo'la olmaymiz" dedi. Shuning bilan Alloh taolo "Mushu holda bo'linglar" dedi. Payg'ambarlarning Alloh taolodan qo'rqishining bayoni. Vahib ibn Munabbih raziyallohu anhu mundaq degan: Adam alayhissalom jannatda 300 yil yig'ladi va xatolik o'tkazgandan keyin Alloh taolodan hayo qilib beshini osmonga ko'tarmagan edi. Vahib ibn Varid rahimahulloh mundaq degan: Alloh taolo Nuh alayhissalomga uning o'g'li haqida qayib, "Men sening johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman" deganda, Nuh alayhissalom Alloh taoloning azobidan qo'rqib 300 yil yig'lab, uning ikki ko'z ostida eriqdek chijiqlar paydo bo'lib qolgan edi. Abu Darda raziyallohu anhu mundaq degan: İbrahim alayhissalom namozga turganda Alloh taoladan qo'rqqanligidan ko'ksidan jiroqdan anglag'il bo'ladigan darajada yig'i ovozi anglanatdi. Mujohid rahimahulloh mundaq degan: Davud alayhissalom xatolik o'tkazganda 40 kun Alloh taologa sajda qilib yig'lab, yig'isidan atrofida besh cho'kkidek o'simliklar o'sgan edi. Ondan Davud alayhissalom: "Parvardigorim, peshonam jarohatlandi, ko'zimda yosh qolmadi. Davudga o'tkazgan xatoliqidan hech foyda kelmadi" deb nido qilgan edi uningga. "Och qursaqmisan, yemak beray. Kasal bo'lsang, shifolik beray. Zulmga uchragan bo'lsang, yordam beray" deb xitob qilindi. Buni anglab Davud alayhissalom qattiq yig'ladi. Bu yig'idan barliq o'sgan o'simliklar lapildab ketdi. Shu chaqda ondan Davud alayhissalomga mag'firat qilindi. Darlarki kishilar Davud alayhissalomni kasal o'xshaydi deb yo'qlashatdi. Halbuki u kasal emas, Alloh azza va jalladan qattiq qo'rqqanlikdan kasaldek bo'lib qolgan edi. İsa alayhissalom o'limni aslasa terisidan qon tomchilaydi. Yahya ibn Zakariya alayhissalom Alloh taoladan qo'rqib yig'lab, mag'zi jarohatlanib, iziq tishlar ko'rinib qolgan edi. Onasi kigizdan 2 parcha yamoq yasab, uning mag'zidagi yuchuqlar ko'rinib qolmaslik uchun mag'ziga chaplab qo'ygan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Alloh taoladan qo'rqishi. Ayşe raziyallohu anha rivoyat qilib deydiki, "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kichik tili ko'rinib qolgudek darajada kulganini ko'rib baxmadim. Rasululloh faqat tabassum qiladi. Alloh rasuli havoning tutilganligini yoki bo'ron chiqqanligini ko'rsa, qo'rqqanligi yuziga chiqadi. Men u zot sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, kishilar havoning tutilganligini ko'rsa, yomg'irning yog'ishini umid qilib xushal bo'ladi. Holbuki siz havo tutilganligini ko'rganda yuzingizdan beoromlik alomati ko'ryapman" degan edim payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. "Ey Ayşe, oningda azob bo'lib qolmasligidan men qandoq amin bo'la olmayman? Bir qavm bo'ron bilan azob qilindi, holbuki u qavm azobni ko'rib, bu bizga yomg'ir yog'diradigan bulutdir" degan edi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganda yig'laganlikdan qo'rsig'idan qozonning qaynagan ovoziga o'xshash ovoz chiqardi. Sahobalarning Alloh taoladan qo'rqishi. Rivoyat qilinurki, Abu Bakr raziyallohu anhu tilini tutatdi va bu til meni halokat o'rinlariga ilib keldi deydi. U yana mundaq degan: "Kashki men kesib tashlanib qalindigan daraxt bo'lgan bo'lsam-chu." Abu Bakr raziyallohu anhudan boshqa Talha, Abu Darda va Abu Zar raziyallohu anhumlarmi buningga o'xshagan so'zlarni qilgan. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu bir oyatni anglasa, oyat ta'sir qilib kasal bo'lib qoladi va boshqalar uni yo'qlab keladi. Umar raziyallohu anhu bir kuni yerdan bir tal samonni elib, "Kashki men mushu samon bo'lib qolgan bo'lsam-chu, kashki men tilga ilindigan narsa bo'lmagan bo'lsam-chu, kashki men onam tug'magan bo'lsa-chu" degan edi. Umar raziyallohu anhuning yuzida Alloh taoladan qo'rqib yig'ilganlikdan ikki qarsizlik izi paydo bo'lib qolgan edi. Osman raziyallohu anhu Alloh taoladan qo'rqib, "Men o'lsam tirildirmasligimni orzu qilib qoldim" degan. Abu Ubayda ibn Jarrah raziyallohu anhu Alloh taoladan qo'rqib mundaq degan: "Kashki men bir qo'chqar bo'lgan bo'lsam, oilam meni bo'g'izlab go'shimni pishirib yesa, sho'rpamni ichsa" deganni orzu qilib qoldim. İmran ibn Hüseyin raziyallohu anhuma: "Kashki men shamollar so'rib etadigan kul bo'lib qolgan bo'lsam-chu" degan. Huzayfa raziyallohu anhu: "Milimni boshqaradigan bir odam bo'lsa, men ishkimni itib etib Alloh taolaga uchrashguncha hech kim bilan ko'rishmay ibodat qilishni orzu qilib qoldim" degan. Ibn Abbos raziyallohu anhumaning mangzida ko'ni yipga o'xshaydigan yosh eriqchisi bor edi.
Ayşe radhiyallohu anha Alloh taoladan qo'rqib, "Kashki men unutilib ketgan bir narsa bo'lsam-chu" degan. Ali radhiyallohu anhu aytdi, "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalarini ko'rganman. Bugun ularga o'xshaydigan bir kimni ko'rmadim. Ular ko'p ibodat qilib, chochlari radsiz, chang tuzan bosgan holatda tong atqizatdi. Ularning ko'zlari o'ttirisida o'chkining tizlariga o'xshash izlar bor edi. Ular Alloh taolo roziligini tilab, kechalarni sajda qilish va qiyomda turish bilan o'tkazatdi. Peshonalari va qadamlari orasida navbatlashgan, yana sajda qilgan va qiyomda turgan holda Alloh taoloning kitobini tilovat qilib, kechalarini o'tkazatdi. Ular tong atganda Alloh taoloni zikr qilib, shamol chiqqanda tavrangan daraxtga o'xshash tavrinatdi. Ularning ko'zlaridan yoshlar iqib, kiyimlari ho'l bo'lib ketadi. Alloh taolo bilan qasamki, men hozir kishilarni g'aflatda yetayotganda ko'ryapman." Tabiinlar va ulardan keyingilarning Alloh taolodan qo'rqishining bayoni. Haram ibn Hayyan rahimahulloh aytdi: "Alloh taolo bilan qasamki, men to'yga yeydigan bir daraxt bo'lib, to'gimini zaminga qumloqlab tashlasa, men qiyomat kunidagi hisobga uchrashmasam deganni arzu qilib qoldim. Haqiqatan men qiyomat kunidagi eng cho'ng azobdan qo'rqaman." Ali ibn Husayn radhiyallohu anhu tahorat alsa, yuzi sarg'ayib o'zgarib ketadi. Onunğa "Sana nim bo'ldi?" deyilsa, "O sizlar mening kimning oldida turmoqchi bo'lganimni bilamsizlar?" deydi. Muhammad ibn Vasi rahimahullah to'liq bir kecha to'xtab qolmay yig'laydi. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah o'limni aslaganda qushning harakat qilgandek harakat qiladi. Yig'lab yoshlari soqollarini namdaydi. Bir kechasi Umar ibn Abdul Aziz yig'ildi, orqadan uy ahlimi yig'ildi. Ularning yoshlari to'xtaganda Fatima: "Ey müminlarning amri, dadam sang fido bo'lsin, nimishqa yig'lading?" deb so'ragan edi Umar ibn Abdul Aziz. "Men kishilarning Alloh taolaning dargohidan qaytish manzil haqidagi bir qa jannatda, yana bir qa do'zaxda bo'ladi degan oyatni esimga oldim" dedi va to'lab hushidan ketdi. Mansur Baytul Muqaddasga bormoqchi bo'lganda Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohga suhbatdosh bir abidning yoniga kirib uningga: "Manga sen Umardan ko'rgan eng ajablanarli ishni so'zlab bergin" degan edi abid. Umar ibn Abdul Aziz bir kechasi mening bu marmar o'g'zilik hujramning o'ksida yotdi. Men ushtum tut nodin aqqan suvni ko'rib o'g'ziga chiqsam Umar sajdada ekan. Uning ikki ko'zidan aqqan yosh nodin tushyotdi dedi. Bizga rivoyat qilindiki, Umar ibn Abdul Aziz va Fatih Mavsili ikkisi Allohdan qo'rqib qon yig'laydi. İbrahim ibn İsa Yashkuri rahimahullah aytır: "Men Bahraynda tarki xaloyiq holda ibodatga berilgan bir kishining yoniga kirib, uningdan oxirat ishlaridan bir ishni va o'limni aslasam, bu gaplar ta'sir qilib, uning nafs ilishi tizlashib, jini chiqib ketdi." Misma rahimahullah aytdi: "Men Abdurrahman ibn Zaydning yoniga bordim. U vaznasiyat qilib o'tibdikan, shu kuni u so'rinda vaznasiyat ta'siridan 4 kishi o'lib ketgan edi." Yazid ibn Mirsad nayt ko'p yig'laydi va mundaq deydi: "Alloh bilan qasamki, agar Rabbim meni issiq munchiq qamashni va'da qilsa-mu, albatta men qo'rqib yig'lashdan to'xtay olmay qolgan bo'lardim. Men Rabbimga osiylik qilsam, Rabbim meni do'zaxga qamashni va'da qilavatsa, men qandoqmi yig'lashdan charchab qolay?" Sariyus Saqati rahimahullah: "Men har kuni gunohim sababli yuzim qardab ketishdan qo'rqib, burnimga qarayman" degan. Velhasıl bu bayonlar farishtalarning, payg'ambarlarning, abidlarning va vali avliyolarning Alloh taoladan qo'rqishidir. Biz ularga qaraganda Alloh taoladan texmi bek qo'rqishga loyiqmiz. Lekin qo'rqish gunohning ko'pligidan emas, balki qalbning suzukligi va mukammal ilm ma'rifat bilan hosil bo'ladi. Nodonligimiz g'olib kelganligi va qalbimiz qaytib ketganligi uchun biz Alloh taolaning azobiga beparvo, xotirjam yashmoqdamiz. Sab qalbni azroq qo'rqitishmi harakatlantirdi. Tosh qalbga har qanday vaznasiyat ta'sir qilmaydi. Salaf solihlardan biri mundaq degan: "Men bir abidqa menga vasiyat qilgan degan edim u. Agar sen yirtqich hayvonotlar va hajaratlar qurishib olgan, ehtiyot qilmasa yirtqich hayvonlarning tutib olishdan yoki tishlishidan hazar aylab qo'rqib turadigan odamning holatida bo'lishga qodir bo'la olsang, shundaq kishining o'rnida bo'lg'in" dedi. Men uningga yana so'zlab bergan desam, u abid menga ussiz qolgan kishiga ozg'ina suv kifoya dedi. O abidning bu kishiga aytgan yirtqich hayvonlar va hajaratlar qurishib olgan bir kishini ko'z oldiga keltirish haqidagi so'zi haqiqatan mu'min haqida deyilgan so'zdir. Chunki o'zining ish dunyosiga qalb ko'z bilan qaragan kishi botinini g'azablanish, adovat tutish, hasad qilish, takabburlik, ko'ranglash, riyokorlik va uningdan boshqa yomon sifatlardan iborat yirtqich hayvonlar va hajaratlar bilan to'lgan holatni ko'rdi.
Agar o kishi ehtiyotsizlik qilsa, ularning hammasi uni tishlaydi yoki chaqidi. Lekin mu'min bu yirtqich hayvonlarni ko'rolmaydi. Insonga o'lim kelib, parda ichilib, qabri qo'yilganda bu yomon sifatlarni zaharlik yiloncha ayollar suratida ko'rdi. O yiloncha ayollar bo'lsa, marhumning dunyodagi yomon sifatlaridir. Kimki o'lim kelishdan burun o yomon sifatlarni bo'ysundirish va ujuqtirib etishga qodir bo'la olsa, shunday qilsin. Agar uni qila olmasa, ularning chiqishiga o'zining tashqi terisidan sirt qalbining sap yeridan o'rin bergan bo'ladi. Qo'rqish to'g'risidagi tema oxirlashdi. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjima qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.